Blokirovka, ya'ni bossangiz uni o'chdi tablo. Да. Ya'ni yoqasiz, yonadi. Да. Bu gradusda realniy vaqt. Да. Ya'ni bunisi esa biz qo'yadigan. Keyin bu yerda rejimlar, ya'ni o'rta stop holati, bu yog'i ruchnoy, bu yog'i avto. Ruchnoy rejimga qo'yganda o'ng, so'l ko'rpa, o'ng, so'l salafon, o'ng, so'l pardani biz ochishimiz, bunisini yopishimiz mumkin. Да. Xohlasak ikkalasini bir vaqtda ochishimiz mumkin. Xohlasak ikkalasini bir vaqtda yopishimiz mumkin. Da. Endi bu salafanniki. Keyin bunisi yon parda. Yo'q. Endi bu yerda buni stopga qo'ydik, ya'ni avto rejimda temperatura va vaqtda ishlash. Biz endi buni bu yerda tak avtoda temperaturaga qo'ysak, yana biz 21 qo'yganmiz, bu yerda gradus 24, ichkari realniy 24. Shuning uchun bu hamma yerni ochadi, open. Да. Hozir 21 qo'yilgan, ya'ni ichkari 24 bo'lgani hisobiga bu qisqa ochib boraveradi. Agarda gradus 24 dan 21 ga tushadigan bo'lsa, turadi stabilniy. Agar 24 dan ham tushib ketsa, ya'ni 19 ga tushib qolsa, sразу yopadi asosda. Buni nastroykasi mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Keyin endi buni to'xtatamiz. Stop. Stopchikigo. Endi timer rejimda ishlatadiganimiz mana bu yerda. Taymer로 하게 되면은 우리가 이제 타이머 시간으로 하게 되면은 이거는 kirgizilgan. Mana ketyapti. O'rtada bu yerda kirgizib qo'ysak mana. Shu yerga kelganda bu to'xtaydi-yu, sразу ochib tak yopib boshlaydi. 자, 이제 끝났죠. 질문. 자, 이 온도가 설정 온도보다 낮으면은 어떻게 돼요? masalan hozir mana bu 21 qo'yganmiz-ku, 18 설정 bo'lsa 온도를 올려봐야지. qanday bo'ladi? Buni temperaturani bitta ochib ko'raylik. Ko'tarib ko'raylik. Samship. 30. 30. Demak, buni avtoga Aha. ular joyi turibdi, temperatura. Aha. Ko'rib, shuni demoqchi. Yopyapti hujum. Kam oz-ozda, ya'ni bu yerda men tushuntiray. Bu nastroykasida Zafar aka 10 sekunddan beryapti. Bu kutish vaqti. Mana hozir bitta yopdi-da, kutish vaqti bor-ku. 10 sekundlik, 40 sekundlik shunaqa vaqti. Shunda o'sha narsa shu yerdan o'zgartirilishi mumkin-da. Ular uchun tez ochib, tez yopilishi. Ha, shunday. 오케이, 됐어요? 네. 오케이.